Ko'pchilik klientlarimiz so'rashdi, mana shu filtrni qanaqa qilib ustanovka qilishdi. Hozir buni o'rgatamiz. Birinchi o'rinda har bittasini ustida salafani bo'ladi, olib tashlash kerak. Olinmagan holatda qo'yilgan kartrijlarni ham ko'rdik. Iloji boricha kuchingiz yetgancha qotirasiz buni. Buni ochilishi mana teg tarafida ikkita knopkasi bor. Ochildi. Bitta narsa qo'yish kerak. Обязательно. O'zim kabelni tortib o'radim. Membranasi solinmagan holatda bo'ladi bu. Shlankani chiqarish uchun mana shu obodokni birinchi yechib olish kerak. Mana shu joyda degan tirnoq bilan bosasiz. Chiqib keldi shu. Membrana faqat ustidagi salafani olinadi, bo'ldi. Mana shu holatda konusning prokladkasi ichkariga qarab tushishi kerak. Bunaqasiga teskari tiqib qo'ygan holat ham bo'ldi bizda. Joyiga tushsa bilinadi sirazi mana. Mana shu joyda bilan tekis holatda turish kerak. Shlankani o'tgani ham bilinadi ichkaridagi salnikdan. Shu o'tdi mana. Obodokchasi yana joyiga qotirib qo'yiladi. Bo'ldi, buning ichida boshqa hech narsa qilinmaydi. Yana ko'p uchrab turadigan holatlardan bittasi, mana nakleykasi ko'pincha tushib qoladi-da. Xo'p, o'sha narsani hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Bunisi mana birdan boshlaylik. Birinchisi babichkaga ulanadi, ya'ni bunaqa sovuq suv tarafga ulanadigan joyda mana shu. Bu yerda hozir bitgandan keyin bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bir. Mana ikkinchida turgan kanalizatsiya. Kanalizatsiyaga prosta tashlab yuboriladi. Liboy joydan shlankani tiqib yuborsangiz bo'ldi. Bu yerda muammo yo'q boshqa. Mana bundan teshib o'tirish ham shart emas. Mana shundan sig'adigan joydan tiqib yuboriladi, bo'ldi. Xo'p. Uchinchisi rashbak bilan filtrni bir-biriga ulaydigan joyda bu. Oxirgi to'rtinchisi mana simisitil o'zidan tushib turadigan varianti ham bo'ladi. Simisitil bilan filtr ulanadigan joyda. O'zini ichidan simisitil ham chiqadi. Uni moyka teshib qo'yib yuboriladi, mana bunaqa moyka. Mana bunaqa joydan teshiladimi? Shunaqa joydan qo'yib yuboriladi bu. Agar filtrli bo'lmasa. Filtrli simisitil bo'lmasa u yoqda. Har bitta filtrning ichidan, ya'ni ichidan emas, qo'shib beriladi shunaqa rashbak. Filtrning ichidan bu bir-biriga o'sha filtr bilan adapterni bog'lab beradigan shunaqa krana chiqadi. Buni bu yoqqa qotirishdan oldin обязательно fum lenta bilan o'rash kerak. Sanligi ichida bor bunisi ham. Xo'p. Plus rashbak kran. Bunga fum lenta o'rash shart emas. Sababi o'zining rezina sanligi bor. Hop, fum lenta o'ramaysiz bunga. Tayyor, qotdi o'sha. Suv qo'yib yormaydi bu. Xo'p, filtr vodoprovod bilan ulash uchun sovuq suv taraf iminni olinadi. Kranni o'chirib olgandan keyin hop, hozirgi bir-biriga bog'lagan atsekatelimiz salligini qo'yish kerak, обязательно. Fum lenta o'rab qilsa ham bo'ladi buni. Mana bir rezmani yechib olamiz bu yoqdan. Ichidan shunaqa shlankasi chiqadi. Sizga qancha masofa kerak? Mana shu joydan shu joygacha. Eng oson variant mana shuni o'lchaysiz. Ketdi. Chiqasiz obodogini, bosasiz. Probka olib tashlanadi. Shlanka tiqilganda o'zi bilinadi. O'tgan sanlikdan. Ichida sanligi bo'ladi buni. Orqaga ozgina tortasiz. Tutqizdingiz. Hop, iloji bo'lsa ozgina qizdirib olsa ham bo'ladi. Shu holatda ham tiqib olsa bo'ladi buni. Uncha ko'p qotirish shart emas buni. Rashbak o'zingizni joyingizga qarab shlanka kesib olasiz bunga ham. Buni ham xuddi shunaqa. Tiqdingiz, mana o'tdi. Ushadi. Shlankani keyinchalik chiqarish uchun mana shu narsani bosmasa qo'yib yormaydi bu. Rashbak o'rni mana sariq bilan belgilangan bu joyda. Xo'p. Rashbak filtrga ulandi.
И отsekatelga yana filtr ulandi. Sizda ikkita eshikcha qolgan. Bittasi kanalizatsiyaga qorada belgilangan joyda. Bunisi mana semisitlni ulaydigan joy. Bu semisitil bu yerda turgani tayyor holatda mana. Toza suv olish uchun filtr semisitlga uladik. Bu tarafi filtrga ulandi. Bizda bitta dona kanalizatsiyani teshigi qoldi. Sifonni yonidagi bu teshikchaga tiqib yuborilsa bo'ldi bu. Bunda ortiqcha muammo unaqa narsa bo'lmaydi. Rashbak ulandi mana. Semisitlga filtr ulandi. Hop. Kanalizatsiya filtr ulandi. Filtrimiz tayyor. Mana shu yonib o'chayotgani, ichiga suv kirayotganini bildiradi. Rashbak to'lganda bu belgi yonadi. Suv kamaysa bunisi yonadi. Kartrijlari to'lsa bunisi yonadi. Suvni tekshirib ko'ramiz. Hop, bu filtrdan tushgan suv. Hop. 0.21. Mana shu 21 yana tushadi. 0.04 gacha tushadi mana shu joyda. Bu oddiy vodoprovod suvi. Rashbak taxminan 40 minutdan oshadi. To'lishi avtomatik filtr o'chadi undan keyin. Hozir mana rashbakni ochamiz. Hali yopib qo'yganmiz rashbakni. Уже ishga tushdi. Rashbak qachon to'lsa, o'zidan o'zi avtomatik bu o'chadi. Bitta urinishda hammasi muammosiz ulandi, hammasi joyida.